Assalomu alaykum qadrli obunachilar hamda kanalimiz mehmonlari. 2026-yilda Naqshgulli 3 qavatli shumkali naves qilish narxlari nech pul bo'lyapti? Xizmatlar qayerdan qayergacha bo'lyapti? Qadrdonlar, narxlarni yoritib bergani bugun biz Farg'onani Dang'arasiga yetib kelganmiz. Farg'onani Bog'doddan ustalarimiz mana shunday chiroyli qilib 3 qavatli shumkali naves qilib beribdi va mana shunday lazerli fasonda qilib berishibdi. Qadrdonlar, mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, naves xizmatlari, ya'ni Xudo xolasa xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab bo'lar ekan, narxlari o'zgarmagan holda ekranda nomerlarni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Ushbu xonadonimizdagi razmeri, narxlari nech puldan bo'ldi? Sizlar bilan usta akamiz bilan sekin ma'lumotini beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, salomatimisiz? Xudo xolasa rahmat aka. Bu xonadonimizni ham chiroyli qilib bitkazib beribsizlar, ha? Aha. Xudo xolasa navbatdagi navesimizni ham ustanovkasini tugatdik aka. Gap yo'q. Qachon bitdi aka bu? Buni 3-4 kun bo'ldi aka bitganiga. Endi 3-4 kun. Nech kunda ustanovka qilib beriladi? Buni 2 kun vaqt ketdi aka ustanovkasiga. 2 kun ichida ustanovka qilib beriladi. Xo'p, mana bu ish jarayonlari sexda bo'ladi. Ha, sexda endi 10 kun, 15 kun vaqt ketadi aka. Bu xonadonga kelib 2 kunda ustanovka qilib ketdik. Bunimiz boshqacha fasonda chiqdi aka, xudo xolasa. Buni aka stoyka xorilarni lazerli qilib, tepalarni bir high-tech fasonda bir yangilik qilib, o'zgacha qilib berdik. Xo'p, stoykalari aka, keyin mana xoralarini, razmerlari bilan bir tanishtirib o'tsangiz. Stoykalarimiz 6 ga 6 profildan bo'ldi aka. Oraliq masofalar 4 metrga tushdi. Tepasidagi xorisi 6 ga 4 profildan bo'ldi. 1.7 dan bo'ldi. 1.7. To'sinlarimizga keladigan bo'lsak, 5 ga 3, 1.5 stena profildan foydalandik ekan. Shadalarimiz 3 ga 2, 50 cm ga tushadi. To'sinlarimiz 1.10, 1.15, 1.20 gacha tushaveradi ekan. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p, bu joyimizni ikki xil, ya'ni darvozadan kirishga bu tomonga qaratib, bu tomonni ham qilib beribsizlar. U tomonimizda razmeri necha chiqdi? Bu tomonimizda razmeri. Darvozaxonadan kiraverish joyimiz aka, eni 7 metr, uzunligi 12 metrga tayyor bo'ldi. Bu tomonimiz 6 metrga 15 metr bo'ldi. Общий kvadratini aytib o'tsak, 174 kvadratga 174 kvadrat metr. Gap yo'q. Agar mana shu fasonlarda aka, deylik, mana shunaqa lazer gullari bo'lmasa, oddiy bo'ladigan bo'lsa, nech puldan chiqadi narxi? Kvadrati 300 ming so'mga aylanadi aka. Bittalik stoyka bo'lib chiqadi, lazersiz, gulsiz bo'ladi. Oddiy es guldan bo'ladi. Kvadrat 300 ming so'mga aylanadi. Bu xonadonimizga, bu ko'rinishda, bu materiallarimizga 400 ming so'mdan tayyorlab berdik aka. 400 ming so'm. Xonadon egasidan nima talab qilinadi? Xonadon egasidan shu ustalarga oziq-ovqat, 4 komplet lesa chaqirtirib beradi arendaga. Bo'ldi, boshqa rasxod yo'q aka. Misol uchun yotoq joy masalasi uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, masofa uzoq bo'lsa yotoq joy berishadi aka. Agar 30-40 kilometr atrofida bo'lsa, qatnab ishlayveramiz. Agar 100 kvadrat atrofida bo'lsa, bir kunda yopib ketamiz, yotoq joy ham shart emas. Faqat bu xonadonimiz endi bu tomon 12 ga 7 84 kvadrat, 15 metrga 6 metr 90, общий 174 kvadrat bo'lganiga 2 kun vaqt ketdi. Endi biz o'zimiz Bog'dod, Dang'ara, Qo'qon Dang'arasiga ustanovka qildik. Masofa yaqinligi uchun qatnab ishlardik. Misol Voha tomonlarga yoki Toshkent, Jizzax, shu tomonlarga masofa uzoqligi uchun kvadrat katta bo'lsa, bitta yotoq joy berishadi. Aka, shu orada aytib o'taylik, misol uchun siz vodiydansiz, vohalarga ham bir xil narx deyapti aka. Butun O'zbekiston 12 ta viloyat bo'ylab shu 400 ming so'm aka. Toshkentga, Vohaga boshqa, vodiyga boshqa deyilmaydi. Nimagaki Jizzaxda ham seximiz bor. Voha tomonlardan chiqqan zakaz Jizzaxda tayyor bo'ladi. Toshkentgacha bo'lgan masofada zakazlarimiz vodiyda tayyor bo'ladi. Shuning uchun narxlar bir xil ekan. Gap yo'q. Agar xuddi mana shu fasonda bo'lib, o'rtasi Lexanli variant, ya'ni gibrid naves bo'ladigan bo'lsa, narxi necha? Kvadratiga 20 ming so'm qo'shiladi, 420 ming aylanadi. 420 mingga aylanadi. Agar shu ko'rinishga общий hamma joy Lexan bo'lsa, 450 ming aylanadi. Aka, obunachilarimizga, xalqqa qanaqa naveslarni misol uchun tavsiya berasiz? Ko'proq endi xalqimizga shu shumkali variant ma'qul kelyapti. Nimaga? Quyoshni nurini qaytaradi. Endi 100% qaytarmaydi, baribir salqin issiqda ushaydi-da, endi shovqin, yomg'irda shovqinini ushaydi aka. Misol Lexandan qilsak, u yorug'lik ham o'tkazdiradi, issiqlik ham o'tkazdiradi. Buni xalqimiz juda yaxshi biladi. Shuning uchun ko'proq shu shumkali navesga talab kuchaydi. U kraskalangan faner oq pastga qarab turgani uchun hovlini ham yorug' qilib turadi, qorong'i bo'lib qolishini oldini oladi. Keyin bu shumkali naves aka, haligi 50 gradus, 60 gradus isib ketgandan keyin chisir degan ovoz chiqmaydi ekan, Lexanga o'xshab. Ovoz chiqmaydi. Misol shu holatga tunukaning o'zini qatirsangiz ham tirq ovoz chiqaradi aka. Ovoz chiqarmasligi uchun biz kraskalangan faner ustidan falga yozganligimiz uchun temir bir-biriga tegmaydi. Orada falga bilan faner bo'ladi aka. Shuning uchun ortiqcha shovqin, sir, issiq o'tishini oldini oladi aka, qisqasi. Gap yo'q. Mana fanerani oq tomonini pastga qaratib qo'yasizlar. Nima sababdan qo'yiladi shu? Shu hovli yorug' bo'lib turishi uchun aka. Yorug'lik beradi. Shu yorug'lik pastga ursa, naves bo'lgandan keyin
shu narsani qilmasangiz hovli qorong'i bo'lib qolishi mumkin aka. Aha. Shuni oldini olish maqsadida. Kraskalarni qanaqa kraskalardan ishlatasizlar? shu Kraskalar aka hammer kraskalar. Sinovdan o'tgan haqiqiy temirni kraskasi. Mana bu listlari qanaqa qalinligi? Listlari 1.8 shu temir darvozani 1.8 listlari bor, 1.25 lik 2.5 lik. O'shani lazer apparatimizda o'yib, aytilgan uyda egasi qaysi guldan xohlasa o'shandan tayyorlab bosib beramiz. Listdagi haligi rossiyskiy горячий list deyiladi, 1.8 ana. Apolovkalar listidan. Gap yo'q. Xo'p, yana qanaqadir obunachilarimizdan o'zlari haligi nima deydi, telefon qilib sizga qanaqadir beriladigan savollari bo'ladi-yu. Asosan qanaqa savollar tushadi sizga obunachilar? Bizga asosan shu narxi qiziq deydi. Materiallarni so'rashadi. Qayerlargacha necha pul dastavka deyiladi. To'liq ma'lumotini beramiz. Mana videoda ham aytib o'tyapmiz. Baribir yana telefon qilish o'sha savolni berishadi. Keyin joylarni aytsa, narxlarni chiqaramiz, Telegram orqali gaplashamiz, qilingan ishlarni tashlaymiz. Joyda tashlaydi, u xonadonga qaysi naves tushishini biz tavsiya qilamiz. Kvadratdan chiqargandan keyin narxini chiqarib, zakaz berish xohlasa, lakasa tashlashadi, borib o'lchaymiz aka. O'lchangan kundan keyin 25 kun, 1 oyda tayyorlab beramiz aka. Sexda tayyor bo'ladi, keyin 2 kun jarayonida bitkazib berasiz yoki bo'lmasa 1 kun. 1 kun, 2 kun, uzoq 3 kun. Ushbu xonadonimiz egasi ham aka, bu xonadonga kelganingizda aka o'zingiz misol uchun mana shu naves tavsiya berganmisiz? Mana shu fasondagisini? Bizda bundan oldingi videolarimizni ko'rib yurgan ekan, kelishdi, shu joyga naves qilish kerak dedi. O'sha videodagi navesdan dedi, xo'p dedik, o'lchadik. Shu ma'qul keldi, shunday ishlarni bitirib berdik aka. Misol uchun bilmagan, tushunmagan insonlarga telegramlardan kataloglar misol uchun boradigan bo'lsangiz oldiga mana shunaqa fasonda bo'lsa chiroyli chiqadi, tavsiyalaringizni berasiz. Oldindan uzoq yo'l aka, oldindan 100% kelishib olamiz. Telegram orqali qaysi navesdan tanlayapti, necha pulligidan, necha pul kvadratga, necha pul bityapti, hammasini kelishamiz. Imkoniyatiga qaraydi, sharoitiga qaraydi. Imkoniyati yetsa bo'ldi, kelavering usta deydi, borib o'lchaymiz. Gap yo'q. Qancha miqdorda zakat berish kerak? 30-40% zakat berishadi. Qolganini uстановка qilib bo'lgandan keyin berishadi. Biz olgan zakatni shu o'zini xonadoniga materiallar ishlatamiz. Gap yo'q. Menimcha qadrdonlar, qo'ldan kelgancha hamma ma'lumotlarni berdik. O'zlaringizga qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz nomerini ekranda yozib qo'yamiz. Behijolat aloqaga chiqib, o'zlaringizga qiziqtirgan savollarga javob olishlari mumkin. Ushbu obyektimiz do'stlar Farg'onani Dang'arasidan bo'lyapti. Ustakalarimiz manzili Farg'onani Bog'dotidan. Laykni bosib, tanishlar gruppalarga tarqatib qo'yasizlar. Naves qilmoqchi bo'lgan tanishlaringizni jo'natib qo'ysalaring kimgadir manfaatli bo'ladi. Laykni bosib qo'yasizlar.